Alloh taolo o'zini ilmi bilan birga. Al-Malik ismining ma'nolaridan. Al-Malik. Alloh taolo hamma narsadan behojat. Hech kim va hech narsaga muhtoj emas. Ammo hamma har narsada Alloh taologa muhtoj. Astagfirullah. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha biyadikal khayr. Ayting, ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim, sen xohlagan bandangga mulkni ato qilasan, xohlagan bandangdan mulkni tortib olasan, istagan kishingni aziz qilasan, istagan kishingni xor qilasan. Hamma yaxshilik, bor yaxshilik seni qo'lingda. Albatta sen har narsaga qodirsan. Aziz qiladigan Alloh, xor qiladigan Alloh, boy qiladigan ham o'zi, kambag'al qiladigan ham o'zi. Mana shu oyatda biyadikal xoyr, yaxshilik seni qo'lingda deyildi. Yomonlik seni qo'lingda deyilmadi. Chunki birodarlar, Alloh taolo bandaga taqdir qilgan ishda yomonlik bo'lmaydi.